Haydovchilar diqqat qiling. O'zbekistonda pravasiz mashina boshqarganlarni kamera orqali aniqlash boshlandi. Bunday kameralar shaxsning yuzini aniqlash funksiyasiga ega bo'lib, qoidabuzarliklarga nisbatan endilikda onlayn ravishda chora ko'riladi. Haydovchilik huquqsiz yoki ushbu huquqdan mahrum etilgan shaxslarning qonunbuzarliklari jamiyat uchun katta ko'ngilsizliklar keltirib chiqarishining oldini olishda endi raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan keng foydalaniladi deya xabar berdi Yo'l harakati xavfsizligi xizmati axborot xizmati rahbari Zoir Yo'ldoshev. Uning ma'lum qilishicha, hozirda O'zbekistondagi avtomobil yo'llarida shaxsning yuzini aniqlash funksiyasiga ega kameralar hamda foto va video qayd etish qurilmalari o'rnatilgan bo'lib, 2026-yilning 23-fevraldan 3-martigacha test rejimida ishlagan ushbu qurilmalar orqali bir qancha haydovchilik huquqidan mahrum etilgan fuqarolarning mashina boshqargani, boshqaruv vaqtida telefondan ham foydalangani aniqlangan. Endilikda ushbu qurilmalar qoidabuzarliklarga nisbatan onlayn ravishda chora ko'rishni boshlaydi. Xo'sh, bu qanday amalga oshiriladi? Boshqaruv huquqidan mahrum etilgan shaxslarning transport vositasini boshqarishi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasi 3-qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravari, ya'ni 20.600.000 so'm miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi. Agar haydovchilik huquqidan mahrum etilgan shaxs ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin ham avtomashina boshqarsa, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 261-moddasi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravaridan 100 baravargacha, ya'ni 20.600.000 so'mdan 41.200.000 so'mgacha miqdorda jarima yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari yoxud 2 yildan 3 yilgacha ozodlikdan mahrum etish bilan jazolanadi.